Jiddiy trending bo'lgan juda ham chiroyli fasonda urib berganlar. Diol yaltirashlariga bitta alohida baho berib qo'yinglar. Rombek va polasa fasonida bo'lgan o'zi bu summani eshitlaringizga barchalaringiz o'sha fasad qismlaringizda jiddiy trending qilgaringiz keladi. Mana shu obyektimizning kattaligi 100 kvadrat ekan. 100 kvadratlik obyekt mana ko'rib turayotganlaringizdek juda ham chiroyli chiqqan fasad qismi $850 ga bitgan. Azizlar, juda ham zo'r summami? $850 sizlar ham fasad qismingizda mana shu chiroyli holatda jiddiy trending qilgan bo'lasingizmi? Ustaqi, material, hamma narsasi ichida $850 ga bitgan. Bitta baho berib qo'yinglar. Juda ham zo'r summaga bitgan. Asl bu fasad qismimiz. O'zi endi ikkinchi fasonni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Darvozaxona qismimiz общий kattaligi 100 kvadrat ekan. 100 kvadratlik obyekt $1000 ga bitgan. Mana shu darvozaxona qismimiz 1 kvadrat metr $10 dan bo'lgan. Diol yaltirashlariga bitta alohida baho berib qo'yinglar. Juda ham chiroyli chiqqan. Bu karta mira fasonida ekan. Telefon qilinglar. Mana shu summada 12 ta viloyat bo'yicha bemalol chiroyli holatda bitkazib beradilar. Mana darvozaxona qismiga bitta baho bersalaringiz bo'ladi. Kattagina mana shu ichkarisi $1000 ga remont bo'lgan. $1850 ga tashqari ichkari qismi полностью remont bo'lgan. Tezda telefon qilamiz. Aziz do'stlar, sizlarning ahvollaringizni shu chiroyli holatda bitkazib beradi. Qaysi fason sizlarga yoqdi? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu fason ham juda ham zo'r. $8,5 dan bo'lgan yana savdosi bor.